narsa bo'lasan deb qo'ymagan. Rosa yig'laganman. Endi bu bilaman, endi sportga bordik, sportga qiziqdik. Boksda rezultat ko'rsatish uchun 35 yosh katta yoshda. Mana shu armonga aylandi deb o'ylaganman. Bu sal yosh kerak emas endi armon deyishga. Endi Xudoga shu darajada qattiq niyat qilgan ekanmiz. O'zingizlar bilasizlar, hattoki bu rolni boshqa aktyor 30%, 40%gacha o'ynagandan keyin ham menda umid nimagadir yo'qolmadi. Ofisda o'tiribmiz, bolaga aytaman, bola ko'rasizlar, mana shu xonim ham o'ynayman. Nimaga ishora aytolmay o'zimni bilmayman. Ko'limga solyapti Alloh. Shu darajada berganda ham musobaqaga qatnashish emas, 2 karra olimpiya chempioni mukofotini berib oldi. Endi o'zi aslida bir ko'cha-ko'yda yursak, juda ham ko'p holatda kepka kiygan paytim, soqol qo'ygan paytim Bahodir deb rasmga tushirganda ko'pda. Bu Akromning boshida qo'ygan vazifasi meni ado etildi. Meni qatnashganim uchun vakil ana shu tomoshabinga kerak. Men o'ylaymanki, bu juda katta prezidentimizni oldiga qo'ygan, xalq oldiga qo'ygan vazifasi bajariladigan va motivatsiya beradigan yoshlarga film bo'lgan. Buni men o'ylaymanki, hali yoshlarimiz ulg'ayib kelib tomosha qiladi deb o'ylayman. Xudo xolasa, bu men o'zimni his qilganim bo'lyapti. 50 yillik tajribam bor. Tomoshabin, ayniqsa yoshlarimiz, bolalarimiz bor, nabiralarimiz bor. Mana shu filmlar yetishmayapti o'zi aslida. Va qo'yilgan vazifa bajarilgan. Yana ozgina talabot qiladigan joylarni endi rejissor o'zi yaxshi biladi. Xudo xohlasa, katta mehnat bor. Mana bosh qahramonimiz, men tabrikladim, yana tabriklayman, qo'rqmasa tabriklayman. Katta premyeralar bo'ladi. Xalq oldida, prezidentimiz oldida, yoshlarimiz oldida katta mehnat bor. Undan keyin aktyor sifatida shuni aytamanki, bitta aktyor o'ynagandan keyingisini o'ynash juda ham mushkul vazifa. Lekin uddalab oshgan. Juda katta narsa. Katta mehnat qilinganligi ko'rib turibdi va o'zim ko'rganman. Endi birga sevgi ismot degan. Zo'r. Bu juda ham yaxshi. Akromjon, albatta hali ko'p gaplashamiz, nafaqat motivatsiya. Og'ir mehnatni rohati bor. Endi yaxshi qilish uchun shuncha yillar cho'zildi, baribir yaxshilikka hikmati bor. Shuning uchun shunday rahmat avvalambor mana shu qanotingiz ostiga olib turib, shunaqa yaxshi bir xalqimizga bir tuhfa bo'lyapti. Avvalambor sizlarni sa'y-harakatlaringizni biz sezamiz. Shuning uchun men o'ylaymanki, hamma qatnashgan komanda bitta fikr bo'ldi.